حدث بحب للحديث شجون واشرح هواك فكلنا مفتون هذه الربا حضن لكل فضيلة فيها الضياء ولؤلؤ مكنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Siyer dersimizde Bugun sirat darsimizda Buyuk Badr jangi bo'limiga keldik. Ya'ni kitobimizda yangi bir bobni boshlaymiz. Bedir Savaşı'nı Badr jangini tushuntirishdan oldin bugun qayergacha o'qishimizni aytib o'tay. 213-betgacha o'qiymiz. Ya'ni jangni boshlanishidan avval, urush boshlanishi oldidagi holatni ko'rib chiqamiz inshaalloh. inceleyeceğiz inşallah. Endi payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Madinaga joylashdilar deb aytdik. Madinada bir islomiy jamiyat qurdilar va 8 modda holida payg'ambarimiz nimalarni muhim sanaganini va islomiy jamiyatni qaysi asoslar ustiga qurganini aytib o'tdik. Keyin esa alayhisolatu vassalamni atrofdagi hududlarga, xususan Qurayshning karvonlariga bir necha yurishlarni uyushtirganlarini aytib o'tdik. Söyledik. Şimdi bu Shu asnoda, ya'ni alayhisolatu vassalam shunday harbiy harakatlar qilayotgan bir paytda payg'ambar alayhisolatu vassalamga bir xabar yetib keladi. Avval ham g'animat qilingan bir karvonni, yana ham ko'proq mollar bilan Makka ga qaytayotganini payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam xabarini oladi. Kitobimizda ham raqam berilgan. Kamida 1000 ta tuya, 50 ming dinorlik yuk va 50 kishilik karvon. Ya'ni o'sha kunning sharoitida agar bu sarmoya Madinaga keladigan bo'lsa, Rasululloh bilan Makka o'rtasidagi kuch deyarli tenglashib qolardi. Hozir birozdan keyin bo'lib o'tgan jangni aytib o'taman. Jangda makkaliklar tomondagi tuyalar sonini bir o'ylang. Payg'ambar alayhisolatu vassalam makkaliklarni butun sarmoyasini bir zarbada qo'lga kiritgan bo'ladilar. Ya'ni ular jangga chiqishar ekan, mushriklar chiqargan mollarini bir hujumda qo'lga kiritgan bo'lar edi. Shuning uchun juda muhim edi. Shunday ekan payg'ambarimiz ham sahobalarni rag'batlantirish uchun aytadiki, mana Qurayshning karvoni, mushriklarni mollari bilan yuklangan holda. Bu karvon uchun yo'lga chiqaylik. Ehtimol Alloh sizlarga g'animat ehson aylar dedilar. Ya'ni aslida Madinadagi iqtisodiy qiyinchilikni yengib o'tish uchun alayhisolatu vassalam shu karvonni qo'lga kiritishni istar edi va sahobalarni ham shunga targ'ib qilardilar. Shunday qilib, bu bir g'anima harakati bo'lgani uchun, urush safarbarligi bo'lmagani uchun payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bilan birga 310 kishidan ortiq sahoba yo'lga chiqishadi. Faqat jangga chiqisharkan, buni Madinadagi iqtisodiy ahvolni tushunishimizga ham yordam beradi degan umidda aytmoqchiman. Payg'ambar alayhisolatu vassalamning qo'shinida atiga 2 otliq bor edi. 2 otliq. Ya'ni bugungi bir urushni tasavvur qiling. Urushga chiqmoqchisiz, lekin 2 ta tankingiz bor. Urushga chiqmoqchisiz, lekin bor yo'g'i 2 dona zirhli mashinangiz bor masalan. Bu bizga qanchalik g'alati tuyulayotgan bo'lsa, bunday bir holatda bir inson jangga kirishmaydi deyiladigan bo'lsa, Rasulullohning davrida ham otliq shunchalik muhim edi. Va alayhisolatu vassalamning qo'shinida atiga 2 otliq bor edi. G'animat uchun chiqqanlarning 75% ansorlardan, 25% esa muhojirlardan edi. Ya'ni foizga ko'ra hisoblaydigan bo'lsak, bu 313 kishidan 75% ansor, 25% muhojirlar. Bu bizga 2 narsani anglatadi. Birinchisi, Makkadan Madinaga hijrat qilgan muhojirlarni qanchalik qashshoqlashganini, mol-mulklarini sarflaganini va mollarini yarmini yo'qotgani uchun mol-mulkka nihoyatda muhtoj bo'lganliklarini tushunishimizga yordam beradi. Ikkinchisi esa ansorlar Rasulullohni keyinchalik tanigan bo'lishiga qaramay, islomga shunchalik o'zlarini bag'ishlaganlarki, shunchalik samimiylarki, muhojirlardek mushriklardan nafratlanishar edi. Balki yana ham ko'proq nafratlanishgan. Allohning rasuliga berishgan ozorlarni qasosini olish maqsadida mushriklarga zarar yetkazishga ansorlar ham intilishardi va payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bilan yo'lga chiqadilar. Bu harakatda umumiy hisobda 70 ta tuya bo'lgan. Ya'ni Rasululloh, Ali ibn Abu Talib va Mirsod ibn Abu Mirsod navbatma-navbat bitta tuyaga minishgan. Biri minsa, ikkitasi piyoda yurardi. Keyin boshqasi minar, yana ikkitasi piyoda yurardi. Shu tarzda navbatlashib borardilar. Ba'zan esa bu bizning kitobimizda yo'q, boshqa manbalarda kelgan. Ali roziyallohu anhu va Mirsod roziyallohu anhular Rasulullohga aytadilar-ki, "Ey Allohning rasuli, siz mining, biz yuraveramiz. Biz bunga rozimiz" deyshadi. Shunda alayhissalatu vassalam, "Men hali qaraganim yo'q. Quvvatim ham joyida. Men ham sizlardek ko'proq ajrga muhtojman.
Ya'ni men ham kuchliman, quvvatim joyda, oyoqlarim bilan yura olaman. Bundan tashqari sizlar qanchalik ajrga muhtoj bo'lsangiz va o'zingizga ilingan narsani birodaringizga ilinganingiz kabi, men payg'ambar bo'lsam ham Allohning bir bandasi sifatida ajrga muhtojman demoqchi bo'ladilar alayhisolatu vassalam. Shu tarzda ular safarlarini davom ettiradilar. Bu safarda payg'ambar alayhisolatu vassalam Madinadan chiqarkan, orqasida ko'zi ko'r bo'lgan Abdulloh ibn Ummu Maktumni qoldirgan edilar. Keyinroq ma'lum bir hududga yetgach, uni olib kelish uchun odam yuboradi va uni olib kelib, o'rniga Abu Lubobani Madinaga hokim qilib qoldiradilar. Alayhisolatu vassalam yo'lda davom etadi. Asosiy qo'mondon Musab ibn Umayr. Lashkarning ikki qanoti esa, ya'ni bir qanotiga Zubayr ibn Avvom, boshqa qanotiga esa Miqdod ibn Amr qo'mondonlik qiladi. Tabiiyki bu bir strategiya uchun emas, balki faqat ikkita otliq bo'lgani uchun. Ikkisini ham payg'ambar alayhisolatu vassalam qo'mondon qilib tayinlaydi. Chunki qo'mondon askarlardan biroz ustun bo'lishi kerakki, ularni boshqara olsin. Ikkalasi ham otliq, ham bunga loyiq bo'lgani uchun bir qanotni biriga, ikkinchi qanotni boshqasiga topshiradilar. Endi bular Madinadan chiqqan islom lashkarlari edi. Bular yo'lga chiqqan paytda mushriklarning holi qanday edi? Mushriklarning holi shunday bo'lgan. Zotan Abu Sufyon karvoni bilan yo'lda ketarkan, payg'ambarimiz ularni ko'zdan qochirgan edi. Buni bilishadi. Ya'ni karvonlari kuzatilayotganidan xabardor edilar. Qaytishda esa Abu Sufyon juda ehtiyotkor bo'ladi. Chunki alayhisolatu vassalamni yana hamla qilishi mumkin deb o'ylaydi. Shu sababli tez harakat qilmaydi. Ko'p yo'lda to'xtaydi. Atrofdagi barcha ittifoqda bo'lgan qabilalarga odam yuborib, ulardan so'raydi. Madinadan xabaringiz bormi? Atrofda qanday voqealar bo'lyapti? Shu qadar sekin harakat qilgani uchun payg'ambarimizni Madinadan chiqqani va Quraysh karvoniga hujum qilmoqchi bo'lganini xabarini eshitadi. Abu Sufyon bundan xabar topgach, Damdam ibn Amr al-G'iforiyni Makka ga yuboradi. U kelib makkaliklarga ahvolni aytib beradi. Rasulullohning yo'lni to'sib olganini, karvonni ketayotganida ko'zdan qochirganini, ammo qaytishda yana hujum qilish niyatida ekanini. Bu safar 12-15 kishilik kichik harbiy kuch bilan emas, katta lashkar bilan chiqqanini, bu bir jang harakatiga o'xshash ekanini aytib, makkaliklarni qo'zg'atadi. Bu holatni eshitishib, makkaliklar ham o'zaro yig'ilishadi. Ular bir hodisani ta'kidlagan holda Makkadan albatta chiqib, Allohning Rasulidan qasos olamiz deyshadi. Bu hodisa esa avvalgi darsimizda aytganimiz voqea. Ya'ni Rasulullohning sahobalari harom oyda qo'lga kiritgan g'animatlari va Ibnul Hadramiy o'ldirilgan o'sha mashhur voqea edi. Vallohi deyshadi. Bu safar Ibnul Hadramiyning voqeasidek bo'lmaydi. O'tgan safar unchalik e'tibor bermadik. Ham karvonimizni, ham odamlarimizni yo'qotdik. Lekin bu safar bunday bo'lmaydi. Karvonimizni ham, mollarimizni ham saqlab qolamiz deyshadi va Makkadan chiqishga qaror qilishadi. Deyarli Makkani barcha boshliq va zodagonlari bu urushga qatnashadi. Faqat Abu Lahab kasalligi tufayli va haddan tashqari semizligi sababli o'zi chiqa olmaydi. O'rniga pul berib odam yuboradi. Lekin bundan tashqari barchasi qatnashadi. Bu ma'lumotning muhimligi shundaki, har bir qabilaning boshlig'i o'z qabilasi bilan boshida. Ya'ni har bir qavmni rag'bat oladigan, yetakchi deb biladigan odami lashkarning ichida va shu tariqa yo'lga tushadi. Ularning soni 1300 kishi edi. Siz nega biz doim 1000 kishi deb eshitganmiz deb so'rashingiz mumkin. Chunki 300 kishi bu lashkardan ortga qaytishadi. Uni keyin aytib beraman. 1300 ta odam yo'lga chiqadi. 100 kishilik otliq bo'lgan. Allohning Rasulining lashkarida esa faqat 2 ta ot bor. Buni unutmang. 600 ta zirhli askarlari bo'lgan. Ya'ni tuyalarni himoya vositasi sifatida foydalanishlari va zirhli kiyimda bo'lgan 600 kishilik qurollangan askarlari bo'lgan. Bundan tashqari ko'p sonli tuyalar ham bo'lgan. Ya'ni kuniga 10 tasini so'yib yeganliklaridan bu borada ularning qanchalik imkoniyatlari keng bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Makkalik mushriklar yo'lga chiqishar ekan, shunday bir muammoni eslab qolishadi. Biz Bakr o'g'illari bilan urush holatidamiz. Bular keyinchalik Makkani fathiga sabab bo'ladigan qabila. Makkalik mushriklar bilan muammolari bo'lgan. Bizni oramizda ziddiyat bor va endi biz yo'lga chiqqanimizdan keyin bular orqadan Makkaga hujum qilishsa, barcha askarlarimiz tashqarida bo'lganida Makkani talon-taroj qilsa yoki bizga hujum qilsa nima bo'ladi degan xavotirga tushishadi. U yerda Suroqa ibn Malik ismli bir kishi, ya'ni Kinona qabilasining boshlig'i ularning oldiga kelib kafolat beradi. Siz ketavering. Men o'z qabilam bilan sizlarni orqadan himoya qilaman deydi. Lekin bizni ba'zi siyratshunoslarimiz bu u emas, balki uni suratiga kirgan shayton edi deyshadi. Allohu a'lam. Ular shunday gapni aytishadi. Ammo biz shuni aniq bilamiz.
Ya'ni makkaliklar yo'lga chiqishdan avval bir muammoga duch kelishganini va shu kafolatni olish orqali bu muammoni hal qilib yo'lga chiqqanliklarini bilamiz. Yola çıktıklarını biliyoruz. Şimdi Endi ular yo'lda ketayotganlarida bizni kitobimizda bo'lmagan bir voqea sodir bo'ladi. Imom Muslim rivoyat qilgan va sizlarga hozir shuni aytib beraman. Huzayfa ibn Yamon aytadiki, men otam bilan birga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qo'shilish uchun yo'lga chiqdim. Makkalik mushriklar bizni Makka bilan Madina orasida qo'lga olishdi, ya'ni ushlab olishdi. Menga aytishdiki, qayerga ketyapsizlar? Biz ularga aytdikki, biz Madinaga ketyapmiz. Medine'ye gidiyoruz. Yo'q dedilar. Sizlar Badrga borib Muhammadga qo'shilib bizga qarshi urushmoqchisizlar deyishdi. Chunki bular mu'minlar edi. Biz ularga Allohga qasamki dedik. Biz Badrga emas, Madinaga ketyapmiz dedik. Shunda ular qasam ichganimiz uchun bizni qo'yib yuborishdi. Yo'lda Allohning rasuliga duch kelib qoldik. Badr mintaqasida Rasulullohni ko'radilar va bo'lib o'tgan voqeani u zotga aytib beradilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadiki, ketinglar, insorifa, ya'ni Madinaga boringlar va bizni kutinglar dedi. Biz ularga bergan va'damizga sodiq qolamiz. Ularga qarshi esa Allohdan yordam so'raymiz. Ya'ni axloqiy qoidalarimizni buzishimizdan ko'ra, sizlar borib Madinada bizni kutinglar. 2 kishi kam bo'lsa bo'lsin, uni Allohdan yordam so'ragan holda o'rnini to'ldiramiz. Aytamizki, ya Robbi, bizga kifoya qil. Alloh jalla jalaluhdan yordam so'raymiz deydi va ularni qaytarib yuboradilar. Bu şekilde devam ederken Endi shu tarzda davom etayotganlarida Abu Sufyon o'z karvonini payg'ambarimizdan olib qochadi. Chunki juda ehtiyotkor bo'lgani uchun, to'xtab harakat qilgani uchun bir strategiya ishlab chiqadi. Va karvonini payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan olib qochishga muvaffaq bo'ladi. Endi ko'z oldingizga shunday bir manzarani keltiring. Madinadan yo'lga chiqqan bir lashkar bor, Badrga yaqinlashmoqda. Makkadan yo'lga chiqqanlar esa ularni 3 baravari bo'lgan bir lashkar bor. Va yana ularning ust qismida biriga hujum qilishni, birini esa himoya qilishni istayotgan bir karvon bor. Endi karvon ularni orqa tomonidan aylanib o'tib Makkani yo'liga kirganida, ya'ni o'zini xavfsizlantirdi va bu karvon Makkani lashkari bilan birga payg'ambar alayhisolatu vasallamning orasiga kirdi. Abu Sufyon ularga xabar yuboradi. Ham karvondagilarga, ham Makka mushriklariga. Sizlar nima uchun yo'lga chiqdingiz? Karvonlaringizni himoya qilish uchun, shundaymi? Karvon qutuldi. Maqsadga erishdik. Endi ortga qaytinglar deydi. Makkaliklarning ichida, ya'ni Abu Sufyondan uzoqroq mintaqada bo'lgan, makkaliklardan biri bo'lgan Ahnas ibn Shurayq butun Makka ahliga aytadiki, ey makkaliklar, sizlar mol-mulkingizni qutqarish uchun chiqqansizlar. Mana hozir mollaringiz omondadir. Kelinglar qaytaylik deydi. hadi geri dönelim diyorlar. Tabiiyki bu o'rinda Abu Jahl darhol aralashadi. Qavmni rahbari bo'lmasligiga qaramay, undan ko'ra ustunroq rahbarlar bo'lishiga qaramay, mardlik tuyg'usi bilan harakat qilib, nutq so'zlab, o'zicha jang qilishdan bong urib, yo'q deydi Abu Jahl. Vallohi Badrga bormay turib qaytmaymiz. Badrda 3 kun qolamiz, tuyalar so'yamiz, taomlar yediramiz, ichimliklar ichiramiz, o'zimiz ham ichamiz. Joriyalar bizga qo'shiq aytishadi, barcha arablar bizni eshitishadi. Bu qilgan safarimizni va qo'shinimizni eshitsin va keyinchalik ham bizni doimo ehtirom bilan yodga olishadi deydi. Aslida Abu Jahl urushga hojat yo'qligini bilardi, chunki uni o'zida ham bir muammosi bor. Ammo u shuni xohlardi. Modam biz bu yergacha keldik, lekin buni faqat Muhammadga ko'rsatib qo'yish yoki karvonni himoya qilish uchun ishlatmaylik. Balki barcha arablarga, butun mintaqaga ko'rsatib qo'yaylik. Toki ertaga urush bo'ladigan bo'lsa bizdan qo'rqishsin. Endi shunga o'xshash muammo, shunga o'xshash bir inqiroz Allohning Rasuli sollallohu alayhi vasallamning lashkarlarida ham bor edi. Chunki karvon qochib ketganini aniq bilishgach, sahobalarning bir qismi aytishadiki, orqaga qaytaylik. Ya'ni biz bu yerga urush uchun kelmaganmiz. Buni qaysi ma'noda aytishardi? Agar urush uchun chiqqanimizda edi, Madinaning katta qismi biz bilan birga chiqqan bo'lardi. Holbuki Madinaning 3 dan biri biz bilan chiqqan. Zirhlarimiz yo'q, otliq askarlarimiz yo'q, tuyalarimiz yo'q. Ortga qaytaylik deyshadi. Alloh jalla jalaluhu Qur'oni Karimda Anfal surasida zotan birozdan keyin aytib beraman bu voqeani. Bu oyatda sahobalarning holatini tushuntiradi va bu oyat ularni mazammat qilgan oyatlardan biridir. Lekin Allohning rasuli Allohni bu irodasini fahmlagani uchun, ya'ni Alloh bu ikki lashkarni bir-biriga yuzlanishini xohlaganini anglagani uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam maslahat qilaylik dedi va barcha sahobalarni to'plab vaziyatni ularga bayon qiladi. Ya'ni biz urush uchun chiqmadik, faqatgina karvonga zarba berish uchun chiqdik. Hozir esa karvonni qo'ldan boy berdik. Lekin makkaliklar ham yo'lga chiqishdi. Ular ham Badr tomon kelishmoqda. Bu yerda qolib ularga urush qilamizmi yoki Madinaga qaytib ketamizmi deydi.
Ya'ni ularni noroziligini sezgani uchun shunday qiladi. Ammo buni shunday tushuning. Sahobalar zotan payg'ambarimiz bunday qilganida hamon shuni anglashgan. Payg'ambarimizni qaytish niyati yo'q. Agar qaytish niyatlari bo'lganida edi, hech kimni fikrini so'ramasdan qani qaytamiz der edilar. Bu yerda birozdan keyin tushuntiraman. Faqih bo'lishlikni naqadar muhimligini anglashimiz uchun bu joyi juda muhim. Payg'ambarimizni asl niyati u yerda qolish ekanini yaxshi tushunishgan. Aks holda nima uchun askarlardan maslahat so'rasinki? Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu fikrni ularga arz qilganlarida, avvalo Abu Bakr roziyallohu anhu so'zga chiqib bir nutq so'zlaydi, lekin tafsilotini bilmaymiz. So'ngra Umar roziyallohu anhu so'zlaydi. Buni ham tafsilotini bilmaymiz. Keyin sahobalardan Miqdod ibn Amr. Bu sahoba ayni vaqtda payg'ambarimizning maxsus suiqasdchilaridan, xos vazifalar berilgan sahobalardan biridir. U o'rnidan turib, payg'ambar alayhisolatu vasallamga aytadiki: "Ey Allohning rasuli, Alloh sizga ko'rsatgan yo'lida davom eting. Biz siz bilan birgamiz. Vallohi biz sizga Banu Isroil Musoga aytgan edik, sen va Robbing borib urushinglar, biz esa shu yerda o'tiramiz demaymiz. Balki siz Robbingiz bilan borib urushinglar, biz ham siz bilan birga urushamiz deymiz. Sizni haq bilan yuborgan Allohga qasamki, agar bizni Barqul Himogacha olib borsangiz ham, biz ham u yerga yetgunimizcha siz bilan birga mashaqqatlarga sabr qilamiz." Bu gapni turkichaga tarjima qilaman, yaxshiroq tushunilishi uchun. Fizongacha borsangiz, biz ham siz bilan birga Fizongacha boramiz. Ya'ni masofa muhim emas. Qayerga Alloh sizni borishingizni xohlasa, siz u yerga boring. Biz ham siz bilan birga boramiz. Alayhisolatu vasallam bu so'zdan juda mamnun bo'ladilar. Miqdodni madh etadilar, uni yaxshilik bilan yod etadilar, keyin sukut qiladilar. Endi Allohning rasuli sukut qilganida, ya'ni odatda masalan, shuro ahlini yig'ib maslahat qildingiz, fikr oldingiz deylik, va kimdir fikrini izhor qilsa, xo'p unday ekan hammamiz urushamiz deysiz. Ammo payg'ambarimiz bunday qilmadi, sukut qildi. Bu nima degani edi? Yana kimdir so'zlash kerak edi. Sahobalar buni ham anglab yetadilar. Bu qo'mondonlar kitobimizni 209 va 210-sahifalarda zikr qilingan. Endi payg'ambar sollallohu alayhi va sallam u yerdagi qo'mondonlardan ba'zilari bilan suhbat qilgach, ular ham angladilarki, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning bir maqsadi bor. Shunda Sa'd ibn Muoz o'rnidan turib payg'ambarimizga aytadi: "Go'yo siz bizni nazarda tutyapsiz ey Allohning rasuli. Ya'ni nima demoqchi? Bizdan nimanidir kutayotgandeksiz." Buni ham o'ziga xos sababi bor edi. Chunki ansorlar payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni Madinada himoya qilishga oid va'da berishgan edi. Ammo Madina tashqarisidagi biror bir urush uchun alayhisolatu vasallam bilan ular orasida bunday suhbat bo'lib o'tmagan. Ya'ni Madinaga agar hujum bo'ladigan bo'lsa, o'zlarini, ayol va farzandlarini himoya qilgandek, u zotni ham himoya qilishga va'da bergan edilar. "Siz bizni nazarda tutyapsizmi ey Allohning rasuli?" Rasululloh esa ha deydilar. Shunda u mana shu javobni aytadi: "Biz sizga iymon keltirdik, sizni tasdiqladik, siz olib kelgan kitobni haq ekanligiga guvohlik berdik. Bu borada qabul qilib itoat etishlikka so'z berdik. Xohlagan narsangizni qiling. Sizni haq bilan yuborgan Allohga qasamki, agar bizga mana shu dengizni ko'rsatib va o'zingiz ham dengizga sho'ng'isangiz, biz ham siz bilan birga dengizga sho'ng'iymiz. Bizdan birorta odam ham ortda qolmaydi. Va ertaga dushmanimizga ham yo'liqadigan bo'lsak, chekinmaymiz. Biz janglarda sabrlimiz. Dushman bilan yuzlashadigan bo'lsak ham ahdimizga vafo qilamiz. Umid qilamizki, Alloh sizni yuzingizni yorug' qiladigan amallarni bizga nasib qilsa. Allohning barakati bilan bizga amr qiling deydi. Endi bu so'zlarning davomi bor. Ba'zilar buni ikki rivoyat deb keltiradilar. Aslida esa bu Sa'd ibn Muozning bir butun nutqidir. Aytadiki, balki siz ansorlarni o'z yurtlaridan tashqarida yordam bermaydilar degan fikrda bo'lishligidan xavotirdadirsiz. Men ansorlar nomidan so'z berib aytamanki, xohlagan joyingizga yuring. Xohlagan ipni bog'lang, xohlagan ipingizni kesing. Ya'ni bu shunday degani: xohlagan qavmingiz bilan ittifoq qiling, xohlagan qavmingiz bilan ittifoqni buzing. Bu masalada biz sizga tobemiz. Mol-mulkimizdan xohlaganingizcha oling, xohlaganingizcha bizga qoldiring. Ya'ni bizni mollarimizdan nimadir istasangiz marhamat oling. Aytaylik, siz g'animat qo'lga kiritdingiz va bularni qanchasini bularga beramanikin deb o'ylamang. Xohlasangiz bering, xohlamasangiz bermang. Bizdan olganingiz bizga qoldirganingizdan ko'ra afzalroqdir. Biz sizga itoatdamiz. Vallohi agar G'indondagi suv to'planadigan joylarga borsangiz ham, bu juda uzoq joy bo'lgan. Biz siz bilan birgamiz. Vallohi agar bizga mana shu dengizni ko'rsatib va o'zingiz bu dengizga sho'ng'isangiz, biz ham siz bilan birga dengizga sho'ng'iymiz dedi. Endi alayhisolatu vassalam lashkarni 70% tashkil qilgan ansorlar bilan Madinada bergan va'dalarini ustiga payg'ambarimiz ulardan bu va'dani ham olganlaridan keyin alayhisolatu vassalamning yuzlari porlaydi. Qani olg'a unda. Sizlarga xush xabarim shuki,
Shubhasizki Robbim menga ikki toifadan birini va'da qildi. Ya'ni yo karvonni qo'lga olamiz yoki urushib g'olib bo'lamiz. Bu menga Allohning va'dasidir. Vallohi men hozirning o'zida mushriklarni halok bo'lganliklarini ko'rib turgandekman dedilar alayhisolatu vassalam. Va shunday qilib payg'ambarimiz karvonni qo'ldan boy bergan bo'lsa-da, urush qilish qarorini oldilar. Endi urushga qaror olingandan keyin qilinishi kerak bo'lgan eng muhim ish tahlil edi. Va shunga ko'ra alayhisolatu vassalam ham yaxshilab tahlil qilganlar. Chunki bu islomning birinchi to'qnashuvi edi. Alayhisolatu vassalam juda ehtiyotkorlik bilan harakat qilib va shaxsan o'zi bu ish bilan shug'ullanadi. Abu Bakr roziyallohu anhu ni ham yoniga olgan holda mushriklarning qarorgohiga qarab yo'l oladilar. Yo'lda ketayotib o'sha hududni qariyalardan bo'lgan bir odamga duch kelishadi. Unga aytishadiki, bu Quraysh bilan Muhammadning o'rtasida nima borki? Ya'ni bu haqida nima eshitding? Hamma buni gapiryapti. Quraysh bilan Muhammadning o'rtasidagi bu ahvolga sen nima deysan deb payg'ambarimiz undan so'raydi. U odam esa aytadiki, siz avval menga kimligingizni ayting, men ham unga ko'ra javob beraman deydi. Payg'ambarimiz aytadi, sen bizga ma'lumot bersang, keyin biz ham senga kimligimizni aytamiz deydi. U odam aytadi, agar aytganlariga ko'ra Madinadagi lashkar yo'lga chiqqan bo'lsa, hozir falon joyda bo'lish kerak. Ya'ni payg'ambarimizni to'xtab turgan joyini aytadi. Makka lashkari ham aytilgan vaqtda Makkadan chiqqan bo'lsa, hozir falon joyda bo'lishlari kerak deydi. Keyin payg'ambarimizdan so'raydi, siz kim ekaningizni aytmadingiz? Alayhisolatu vassalam aytadiki, biz suvdanmiz. Ya'ni suv qabilasidanmiz deb tushunadi. Aslida payg'ambarimiz Anbiyo surasidagi bir oyatga ishora qilgan edi. Biz har bir narsani suvdan tirik qildik deydi Alloh. Payg'ambarimiz unga ishora qilib aytgan edi. U odam esa har holda suv degan bir qabila bor. Bular ham shulardan bo'lsa kerak deb yo'lda davom etadi. Endi shu paytda payg'ambar alayhisolatu vassalam yana taftishchilarni yuboradi. Bu taftishchilardan biri Ali roziyallohu anhu bilan Zubayr va Sa'd ibn Abu Waqqos bo'lgan. Endi bu uchovlari shu sababdan muhimki, bular Makkaning yosh yigitlari. Shijoatli, o'limdan qo'rqmaydiganlar. Bular ikki kishini qo'lga oladilar. Va bu odamlarni Abu Sufyonni josuslari deb o'ylaydilar. Va agar ularni do'pposlasak, karvon haqida ma'lumot beradi. Biz ham karvonga yetib olamiz deb o'ylaydilar. Ularni xayolida hali ham karvon bo'lgan. Lekin bu odamlar Abu Sufyonni karvonidan emas, Makkaning lashkarlaridan bo'lishgan. Endi bularni do'pposlashadi. Payg'ambarimiz esa sal narida namoz o'qiyapti. Ularni do'pposlagani sari ular qasam ichishadi. Biz Abu Sufyonning odamlari emasmiz. Biz karvondan emasmiz desalar ham kaltaklanishadi. Va bu odamlar chiday olmay oxirida yolg'on gapiradilar. To'g'ri, biz Abu Sufyonning odamimiz deyshadi. Shundan keyin kaltaklashdan to'xtaydilar. Payg'ambarimiz salom bergach, ularga yuzlanib, bu odamlar rost gapni gapirganda ularni urdingiz. Yolg'on gapirganida esa tinch qo'ydingiz. Qo'yinglar ularni deydi. Va payg'ambarimiz ularni qarshisiga olib so'raydi. Makkaliklar soni qancha deydi. Ular bilmaymiz deyshadi. Alayhisolatu vassalam boshqa bir savol so'raydi. Bir kunda qancha tuya so'yishadi? Ular 9 yoki 10 deyshadi. Ya'ni bir kuni 9, bir kuni 10. Shunda alayhisolatu vassalam ular 900 yoki 1000 kishi atrofida deydilar. Bugun bitta tuya bir kunda bir mahallani to'ydirsa, demak o'sha davrda bitta tuya 100 kishini to'ydirgan ekan. Keyin payg'ambar alayhisolatu vassalam yana so'raydi. Quraysh kattalaridan kimlar bor? Ya'ni Qurayshni boshliqlaridan kimlar bu jangga qatnashgan? Buni sababini aytgandim. Bir qavmning boshlig'i urushda birga bo'lsa, o'sha qavm urushda yanada jasoratli bo'ladi, rag'batli bo'ladi. Shuning uchun so'raydi. U odamlar esa Qurayshning barcha kattalarini sanaydilar. Ya'ni butun qabila boshliqlarini, Makkaning parlamentida bo'lgan barcha qabila boshliqlarini sanaydilar. Shunda alayhisolatu vassalam aytadi, qarangki Makka sizlarga o'zini jigar poralarini yuboribdi. Ya'ni sahobalarni rag'batlantirish uchun Makkaning eng azizlari hozir shu lashkarning ichida. Shunga ko'ra jang qiling demoqchi alayhisolatu vassalam. Endi shunday qilib lashkarlar bir-birini joylaridan xabardor bo'lishdi. Jang holatiga kirishadilar. Habbob ibn Munzir degan bir sahoba kelib payg'ambarimizdan so'raydi. Ey Allohning rasuli, siz biz uchun qarorgoh joyini tanladingiz, to'g'rimi? Ha, buni sizga Alloh amr qildimi? Va biz bir qadam oldinga ham va orqaga ham qadam bosolmaydigan masalami? Kunimiz ta'birlardan bo'lgan tushuncha bilan aytsam, ta'abbudiy bir joymi? Ya'ni amr qilingan buyruqlardanmi yoki sizni jang strategiyasi o'laroq bizga ma'qul deb tanlagan joyingizmi? Alayhisolatu vassalam esa aytadiki, men jang strategiyasi uchun bu joyni tanladim. U sahoba esa, bu joy to'g'ri emas, ey Allohning rasuli deydi. Payg'ambarimiz xo'sh unda nima qilishimiz kerak deb so'raydi. Agar deydi, biz quduqlar bor joyga borsak,
hamma quduqlarni yopib va barcha quduqlarning suvini bir joyga jamlasak, ya'ni hammasidan bir ariq ochib, hammasini bir joyga to'plasak, qolgan barcha quduqlarni esa berkitib yuborsak, suv bizni qo'limizda bo'ladi. Biz suvsiz qolmaymiz, lekin mushriklar suvsiz qolishadi. Biz ulardan ustunlikni qo'lga kiritamiz. Chunki ular sahrodalar. Sahroda eng muhim quvvat manbai suv hisoblanadi. Suv manbasidan mahrum qilganingizda hayvonlar ham, insonlar ham halok bo'lishadi. Buni bilganligi uchun payg'ambar alayhisolatu vassalamga shunday taklif qiladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam ham bu taklifni qabul qiladilar. Shunday qilib mo'minlar qarorgohlarini mushriklarning qarorgohini ro'pparasiga ko'chirgan bo'ladilar. Quduqlarni ko'mamiz deb aynan jang qilishmoqchi bo'lgan joyga kelib qoladilar. Va mana shunday qilib ikki qo'shin bir-birini ko'radigan darajada yaqin joylashishadi. Endi bundan keyin Alloh azza va jalla nasib qilsa, keyingi darslarimizda jangni o'zini va urush haqida gaplashamiz. Endi Makka va Madinadan yo'lga chiqqan ikki qo'shinning qarorgohlarida yuzma-yuz kelishi bilan bog'liq hozir aytib o'tgan mavzulardan chiqaradigan ba'zi darslar bor. Ulardan bittasi shuki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni oldingi darslarimizda ham aytgandim. Lekin muhimligi sababli bir necha sababga ko'ra yana buni takrorlayman. Allohning Rasuli sallallohu alayhi va sallamga Makka da Alloh azza va jalla Quraysh surasini nozil qilganida Payg'ambar alayhisolatu vassalam Makkani Makka qiluvchi ikki asosiy narsani tushunib yetdilar. Ya'ni aslida Quraysh surasi makkaliklarga Allohning ne'matlarini eslatish va ularni Allohga banda bo'lishga chaqirish uchun nozil bo'lgan edi. Ammo Alloh u surada shuncha ko'p ne'matlar ichidan ularga ikki ne'matni zikr qildi. Birinchisi, Alloh azza va jalla ularga aytdiki, Alloh subhanahu va taolo sizlarni ochlikdan saqladi va sizga savdo yo'llarini oson qildi dedi ularga. Ikkinchisi, ularga Ka'bani eslatdi. Bu Ka'bani Robbisiga qasam iching dedi. Endi payg'ambar alayhisolatu vassalam bu yerdan shuni tushunib yetdi. Bu makkaliklar iqtisodiy jihatdan juda kuchli bo'lganlari uchun, qorinlari to'q bo'lganligi sababli ularni butun bu o'jarliklari va beboshliklarining asosiy sababi qorinlarini to'q bo'lishi ekan. Xo'sh, nima uchun qorinlari to'q bo'lgan? Bu xotirjamlik qayerdan kelgan? Chunki Alloh ularga savdo yo'llarini oson qilgan. Allohdan bir ne'mat sifatida yozda ham, qishda ham xohlaganlaridek savdo qilishi mumkin edi. Ikkinchisi, Alloh ularga baytni bergan. Ya'ni butun Arab yarim orolida diniy bir hokimiyat, din markazi sifatida qabul qilingan Ka'ba ularning qo'lida va bu ularga diniy ustunlik berardi. Siz ular bilan tortishganingizda zotan uni nolga yutqazgan holda boshlaysiz. Chunki jamiyatning ko'zida ularni bir muqaddasligi, ularni bir ustunligi bor edi. Payg'ambarimizni esa butun strategiyasi buni Madina davrida ko'ramiz. Birinchisi savdo yo'llarini qo'lga kiritish. Ya'ni makkaliklarni ana o'sha o'jarligiga sabab bo'lgan iqtisodiy farovonligini buzish. Ikkinchisi Ka'bani qo'lga kiritish. Ya'ni o'rni kelganda buni yana tushuntiraman. Masalan, Rasulullohning umri uchun yo'lga chiqqan holatini oddiy bir yetakchi aqli bilan o'ylasangiz, aytasizki, hali juda erta. Ya'ni hali ojiz holda ekan. 5-6 yilda ekan, davlat ichki muammolari hal bo'lmay turib, qanday qilib Makkadek buyuk bir davlatga men bu yerga umra qilishga keldim deyishingiz mumkin. Chunki Rasulullohning ongida har doim shu bo'lgan. U yerga qanaq qilib bo'lmasin kiramiz. Agar u yerga kirib, umra qilib, xotirjam yura olsangiz, zotan jamiyat tomonidan maqbul ko'rilgan bo'lasiz. Alayhisolatu vassalam buni bilgani uchun barcha maqsadi savdo yo'llarini qo'lga kiritish va u yerga kirib, u yerda ularga o'zini tan oldirishlik edi. Shu sababli payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning birinchi maqsadi shu bo'lgan. Buni faqat Badr jangi uchun o'ylab qolmang. Madinaga kelgan kundan boshlab qilgan barcha harakatlarining asosi shu sababga tayangan. Yana biri, zotan mavzuni tushuntirayotganda ham aytgandim. Payg'ambarimiz yo'lga chiqarkan, ochiqchasiga odamlarni molga rag'batlantirgan. Chunki Madinada iqtisodiy qiyinchilik bor edi. Yangi bir davlat qurilmoqda. Imkoniyatlar juda cheklangan. Insonlar qo'lidagi narsalarni bo'lishgan vaziyatda. Shuni maqsad qilgan holda alayhisolatu vassalam yo'lga chiqqan bo'ldilar. Ikkinchidan, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam yo'lga chiqqanlarida Madinada bir vali tayin etardilar. Ya'ni bugun ham agar safarga chiqilsa, orqangizda albatta bir vali tayinlaysiz. Sizni o'rningizga u yerni boshqaradi. Alayhisolatu vassalam odatda safarga chiqqanlarida ko'pincha Abdulloh ibn Ummu Maktumni, ya'ni ko'r sahobani Madinaga vali qilib qoldirar edilar. Buni ham biz qisman darsda yoki darsdan keyin gaplashgan edik. Lekin muhim bo'lgani uchun yana bir bor takrorlamoqchiman.
Aslida biz bu yerda payg'ambar alayhisolatu vassalamdan nogironlarga nisbatan bir fiqhni ko'ramiz. Chunki barcha jamiyatlarning eng katta muammolaridan biri nogiron kishilar nogironliklari sababli jamiyatdan chetlashtirishidir. Ya'ni o'zlarini qadrsiz his qilishlaridir. O'zlarini bir ishga yaramayapmiz deb o'ylab qolishadi. Ularga hech qanday vazifa berilmagani uchun. Bu esa mavjud bo'lgan jismoniy nogironlikni ruhiy nogironlikka aylantirib, undan ham og'ir holatga olib keladi. Ammo alayhisolatu vassalam har jamiyatda mavjud bo'lgan bu muammoni qanday hal qilganlar? U insonlarga bajara oladigan ishlarni berib va ularni jamiyatda bir o'rin sohibi qilardilar. Masalan, Madinada ovozi juda chiroyli kishilar bor edi. Bilol ham bor edi. Ammo Rasulullohning muazzinlaridan biri yana o'sha ko'r sahoba edi. Ya'ni nogiron bir sahobani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaning muazzinlaridan biri qilganlar. Masalan, Madinada Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan bir shaxs bor. U telba emas edi, lekin sodda edi. Ba'zi odamlar bo'ladi-ku, balog'atga yetgan bo'lsa ham soddadil bo'ladi. Uni oilasi Rasulullohga kelib, "Ey Allohning rasuli, bunga bir taqiq belgilang. Bu savdo sotiq qilganida uni aldashadi. Shu sababdan unga cheklov qo'ying, savdo qila olmasin" deyshti. Payg'ambar alayhisolatu vassalam buni qabul qilmadilar. O'sha odamni yonlariga chaqirib aytadiki, "Savdo sotiq qilayotganingda aytginki, savdoda aldash yo'q" deb ayt dedilar. Va uni savdo sotiqqa jo'natdilar. Ya'ni oilasi bu sodda, bozorga bormasin, savdo qilmasin, uyda o'tirishini istadilar. Lekin payg'ambar alayhisolatu vassalam yo'q dedilar. Sodda bo'lishi mumkin, lekin aldanib qolishni oldini olish uchun savdo sotiqda aldash yo'q desin. Shundan keyin ham kimdir buni aldasa, "Keling, biz borib molni qaytarib va pulni olib beramiz" dedilar. Chunki unga savdoda tanlov huquqi tug'ilgan bo'ladi. Masalan, bir sahoba bu rivoyat Itban ibn Malik uchun ham va Abdulloh ibn Ummu Maktum uchun ham aytilgan deyiladi. Payg'ambarimizning oldiga kelib shuni so'rashadi. Aytishadiki, "Ey Allohning rasuli, meni uyim juda uzoq. Meni masjidga olib keladigan yordamchilarim ham yo'q. Yo'lda esa ba'zan hasharotlar, hayvonlar bo'ladi. Ba'zan sel yoqqanda daryolarni otlab o'tish kerak. Masjidga kela olmayapmiz. Bizga ruxsat bering, ya'ni namozni uyda o'qiylik, masjidga kelmaylik" deydi. Payg'ambar alayhisalom esa "Sizlarga ruxsat beraman" dedilar. Keyin u odam ketganidan so'ngra uni qayta chaqirtiradilar. "Sen azon eshitasanmi? Azonni ovozi uyingga eshitiladimi?" "Ha" dedi. Payg'ambarimiz unda azonga ijobat qil dedilar. Bir rivoyatda esa "Senga ruxsat topa olmayapman, masjidga kelasan" deganlar. Odatda bu rivoyatlar shunday tushunilgan. Jamoat bilan namoz o'qishlik farzi kifoya yoki ba'zi faqihlarimiz farzi ayn deb hisoblashadi. Ya'ni payg'ambar alayhisolatu vassalam ulardan jamoat bilan masjidda namoz o'qishni xohladi deyishgan. Bu to'g'ri yondashuv emas. Nega? Chunki juda oddiy sabablar bilan ham jamoat namozi soqit bo'ladi. Juda oddiy sabablardan. Ko'zingiz ko'r bo'lmagan holda ham yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, qor yog'ayotgan bo'lsa yoki tashqarida xavf-xatar bo'lsa, qaroqchilar bo'lsa, barcha ulamolarning ittifoqi bilan jamoat namozi soqit bo'ladi. Odamlar uylarida o'qishlari mumkin yoki jamoat namozlarini jamlab keyin uylariga qaytishlari mumkin. Xo'p, endi bu odam ko'r, uyi uzoq, uni olib keladigan hech kim yo'q. Yo'lda xavflar bor. Yanada kuchliroq sabablar bo'lishiga qaramay nega Rasululloh ruxsat bermayaptilar? Chunki shuni unutmang, nogiron odam tabiatan o'zini yashirishni istaydi, ya'ni jamiyatdan chetlanmoqchi bo'ladi. Alayhisolatu vassalam esa go'yo ularni qo'llaridan ushlab majburan uylardan tashqariga chiqarmoqchilar. Ko'zi sog'lom bo'lgan odamga bergan ruxsatni ko'zi ko'r odamga, nogironga alayhisolatu vassalam ruxsat bermadilar. Bunga o'xshagan ijtimoiy muammo har zamon bo'lgan. Bu bugun ham mavjud. Uni hal qilmoqchi bo'lganlar Rasulullohning sunnatidan, siyratlaridan yechim olishlari mumkin. Uchinchisi, yana bu safarda bir voqeani aytib o'tgan edim. Imom Muslim rivoyat qilgan Huzayfa ibn Yamonning hodisasi. Madina davrini juda ko'p qismida bu kabi misollarga duch kelamiz. Alayhisolatu vassalam bir jamiyat bilan urushayotgan bo'lsa ham, odam soniga muhtoj bo'lsa ham, juda og'ir ahvolda bo'lsa ham, axloqiy tamoyillarni hamma narsadan ustun qo'yardi sallallohu alayhi vasallam. Chunki payg'ambarimiz bilardilar, axloqan ustun bo'lganlar jang maydonida doimo g'alaba qozonadilar. Axloqiy va ma'naviy jihatdan ustun bo'lganlar jang maydonlarida g'alaba qozonadilar. Shuningdek, qanchalik qarshi propaganda bo'lmasin, axloqiy jihatdan ustun bo'lganlar o'sha propagandalarga g'olib keladilar. Va jamiyatning nazdida ham albatta oqlanadigan insonlardir.
Payg'ambarimiz buni bilganligi uchun insoniyat tarixida juda kam uchraydigan bir ishni qiladilar. Urushni axloqiy tamoyillarni bekor qilishiga ruxsat bermadilar. Odatda har bir jamiyatda bu narsa bo'ladi. Masalan, kuzatib ko'ring. Doim axloqdan gapiradigan, haq-huquqdan so'z yuritadigan tashkilotlarga qarang, giyohvand moddalarni savdosini 50% shular boshqarganligini ko'rasiz. Ulardan so'rasangiz, bu qanday ish? Bir tomondan bu qadar buzuqlikni qoralayapsizlar. Ikkinchi tomondan giyohvand moddalarni 50% siz boshqarasiz desangiz, bu urush deyishadi. Urush bu boshqa narsa. Hozir biz urushdamiz. Boshqa chora yo'q deyishadi. Hatto eng ko'p axloq haqida gapiradiganlar ham urush haqida gap ketganda o'z axloqiy tamoyillarini buzadilar. Ammo Allohning Rasuli ummatini tarbiyalayotganda, urush holatida bo'lsak ham imkonimiz yetganicha va'daga vafo qilishga o'xshash axloqiy tamoyillarimizga rioya qilishimizni bizdan talab qilgan sallallohu alayhi va sallam. Va yana mushriklarni safarga chiqishidan gapirdik. Kitobimizda ham qisman keltirilgan. Lekin men buni alohida bir modda sifatida tushuntirishni istadim. Mushriklar Makkadan nima uchun chiqishdi? Ya'ni urushga chiqishlarining sababi nima edi? Anfal surasining 47-oyatida Alloh jalla jalaluhu mushriklarni Makkadan chiqishga majburlagan 3 sababga e'tibor qaratadi. Biz mu'minlarni ogohlantirar ekan aytadiki: "Va la takunu kallazina kharaju bataran va riya'an va yasuddu an sabilillah." Ya'ni sizlar urushga chiqayotganingizda ana o'sha odamlar kabi bo'lmanglar. Va makkalik mushriklarning 3 xususiyatini zikr qiladi. Batoron, mag'rurlik bilan, o'zini ko'rsatish uchun, o'zini ustun qo'yish uchun uylaridan chiqqanlar. Yana nima? Va riya'an, ko'z-ko'z qilish uchun. Masalan, bugun ham katta-katta davlatlarning armiyalariga qarasangiz, harbiy samolyotlarini, harbiy kemalarini, tanklarni ko'rsatib, harbiy mashg'ulotlarni namoyish qilib dunyoga ko'z-ko'z qiladilar. Riya'an, ya'ni xo'ja ko'rsin uchun, quvvatini ko'rsatish maqsadida buni qiladilar. Uchinchisi, insonlarni Allohning yo'lidan to'sishlik uchun, odamlarni Allohning dinidan qaytarish uchun buni qiladilar. Anfal surasidagi bu oyat makkaliklarning urushga chiqish sabablarini bayon qilsa-da, aslida bu butun dunyodagi kofirlarning urushga chiqishdagi umumiy sabablaridir. 3 ta sabab bilan ular uylaridan va yurtlaridan chiqadilar. Va xossatan Alloh bizdan bunday bo'lmasligimizni istaydi. Ya'ni biz o'zimizni ko'rsatib, qudratimizni namoyish qilish uchun jangga chiqmaymiz. Zotan 3-chi sababni aytishimga hojat yo'q. Nima maqsadda yo'lga chiqamiz? Yo Allohni rozi qilish uchun, ki bu bizni bandaligimizning bir qismidir. Shu sababdan chiqamiz. Yoki zulm bo'lsa, o'sha zulmni daf etish uchun chiqamiz. Chunki Alloh zulmdan rozi bo'lmaydi. Biz o'sha zulmni daf etish uchun chiqamiz. Bizni ko'z-ko'z qiladigan kuchimiz va manmanligimiz ham yo'q. Chunki nimani qo'lga kiritsak ham oxir-oqibat biz Allohning bandasimiz. Bandaga yarashadigan eng yaxshi narsa esa tavozuli bo'lishdir. Endi makkalik mushriklardan so'z yuritar ekanmiz, ularni jangga chiqishini aytar ekanmiz, bir nuqtaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Shirk jamiyatini tushunishlikdagi muhim nuqtalardan biri. Endi makkaliklar urushga chiqishdan oldin kimdir kelib, karvonimiz hujum ostida deyishligi bilan ular birdan qo'zg'alishadi. Ya'ni birdaniga shunday bir hamiyatlari qo'zib, bu Ibnul Hadramiyda bo'lganidek bo'lmaydi deb to'planishadi. Endi yo'lga chiqishmoqchi bo'lib turishganida, Adiy o'g'illari ortga chekinishadi. Biz siz bilan birga chiqmaymiz deyshadi. Bu keraksiz urush. Biz bu urushga chiqmaymiz deyshadi. Bir guruh ortga qaytadi. Endi Makkani chiqishiga yaqinlashganlarida aytishadiki, Bakr o'g'illari orqadan hujum qilsa nima bo'ladi deb bu yerda yana bir nizo chiqadi. Boshqa bir qavmdan kafolat olgandan so'nggina yo'llarida davom etishadi. Agar o'sha kafolat kelmaganda edi, ular ehtimol 2 qismga bo'linishardi. Bir qismi Makkada qolardi. Ammo yo'llarda davom etadilar. Endi payg'ambar alayhisolatu vassalam bilan to'qnashganlarida Abu Sufyon karvonni qutqardim deb aytishligi bilan ortga qaytaylik, urushmaylik deyshadi. Ahnas ibn Shurayq karvon qutqarilganini eshitgach, u ham xuddi shu taklifni beradi. Ya'ni ortga qaytaylik, urushmaylik deydi. Lekin unga ham quloq solishmay, yana urushaylik deyshadi. E'tibor bersangiz, ular bir necha hodisani boshdan kechirishadi. Ammo Allohning Rasuli sallallohu alayhi va sallamning tomoniga qarasangiz, ularda faqat bir martagina tushunmovchilik holati yuz beradi. Bunday bo'lishini sababi esa ularning tayyorgarligi to'liq emasligi edi. Ya'ni ular jang qilishlik uchun chiqishmagan edi. Karvonni urib qochish niyatida edilar. Ammo Rasululloh ulardan tartibli bir urushga kirishni istaganda, qila olamizmi yoki qila olmaymizmi? Shundan kelib chiqqan holda ikkilanish yuzaga keladi.
Lekin mushriklar deyarli har bir qarorlardan keyin o'z ichlarida ixtilofga tushardilar. O'rtalarida nizo chiqardi. Buni nima uchun aytyapman? Shu sababdan. Bir da'vo uchun yo'lga chiqqan insonlar bilan bir da'vo uchun emas, balki bir sarob uchun, o'tkinchi ba'zi foydalar uchun yo'lga chiqqan insonlar o'rtasidagi farqni tushuntirish uchun aytyapman. Ya'ni inson bor joyda zaiflik bo'lishi mumkin, sahobalarda bo'lgani kabi. Inson bor joyda tushunmovchilik bo'lishi mumkin, sahobalarda bo'lgani kabi. Lekin mushriklarning tushunmovchiliklari, ularning qalblarini bo'linishligi bu yangi paydo bo'lgan holat emas, insoniy zaiflik emas. Bu ularning e'tiqodlaridan kelib chiqqan zaiflikdir. Va bu ularga butun umri davomida hamrohlik qiladi. Masalan, katta koalitsiyalar tuzilgan paytda Alloh azza va jalla payg'ambarimiz orqali barcha mu'minlarga qiyomatgacha amal qiladigan bir qoidani nozil qildi. وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Ularga qarasangiz, ularni bir butun deb o'ylaysiz. Ya'ni zohiran birdek, barobardek, ammo ularning qalblari chilparchindir dedi Alloh azza va jalla. Bu narsani bilishlik, ya'ni bu faqat ma'lum bir davrning mushriklarga xos emasligini bilishlik. Buni mushriklarning e'tiqodidan kelib chiqqanini bilishlik, aslida mushriklarning eng zaif nuqtasini bilishlik demakdir. Agar siz qat'iyatli bo'lsangiz, zotan qarshingizda qarorsiz bir jamiyat bor deganidir. Agar siz qat'iyatli bo'lishni uddasidan chiqqan bo'lsangiz, Alloh Qur'oni Karimda ularga qarshi bitta mo'min ikki mushrikni yengadi deganda o'sha mo'minni qanday sifat bilan maqtadi? Sabr bilan, qat'iyat va chidamlilik bilan sifatlagan. Ya'ni siz chidamli bo'la olsangiz, sabrli va qat'iyatli tura olsangiz va sizni qarshingizda eng buyuk zaifligi qarorsizlik bo'lgan, doimiy fikr va qarorni o'zgartiruvchi, sabrsiz bo'lgan jamiyat bo'lgani uchun faqatgina shu sifatlaringiz bilan Allohning yordami bilan ulardan ustun bo'la olasiz. Ki tarix mobaynida mushriklarning eng katta zaifliklaridan biri ham shu bo'lib kelgan. Shuning uchun ham Alloh ularni bu holatini Qur'oni Karimda zikr qilgandir. Keyingi darslarda bu mavzuni batafsil ko'rib chiqamiz inshaalloh. Endi yana bir narsani ko'ramiz. Aytdikki, sahobalar ham bir ikkilanish, bir qarorsizlikni boshdan kechirishdi. Lekin keyinchalik Rasululloh ular bilan maslahat qilganidan keyin o'sha qarorsizlik holati bartaraf bo'ldi. Barchalari bitta qarorga kelishdi. Bu yerda mushriklarning qarorsizligi bilan mo'minlarning qarorsizligini farqini shu yerdan ham ajratish mumkin. Chunki mushriklar yo'lga chiqishda bir qarorsizlikka duch kelishdi. Karvonlari qutqarilganida ham, Ahnas ibn Shurayq bir taklif qilganida ham bir qarorsizlikka tushdi. Endi jangga kirishmoqchi bo'lib turishganida Utba ibn Robiya aytadiki, ortga qaytaylik dedi. Buni keyingi darsda gaplashamiz. Shunda ham qarorsizlikka tushadi. Ajabo qaytsakmikan deb yana ikkilanib qolishgan. Mo'minlar esa bir marta qarorsizlikka tushdilar. Rasululloh ular bilan maslahat qildi, qarorini bildirdi va masala yopildi. Ya'ni o'sha qarorsizlik o'z-o'zidan yopildi. Demak, bu yerda birini e'tiqoddan kelib chiqib qalbida bo'lganini, birini esa zaiflikdan kelib chiqib aqliy muammo bo'lganini ajrata olishingiz mumkin. Mo'minni ishontira olsangiz, Allohni eslatsangiz bu muammo hal bo'ladi. Qur'oni Karim bizga sahobalarni bu qarorsizliklari bilan bog'liq ikki sababni zikr qiladi. Ulardan biri Anfal surasini 5 va 6 oyatlarida Alloh azza va jalla bil vosita ishora qiladi. U zot aytadiki, أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Haq ochiq bo'lgandan keyin ham ular xuddi o'limga haydalayotgandek, o'limni ko'rayotgandek holda siz bilan tortishdilar deydi payg'ambarimizga. Demak, bu yerdan tushunamizki, ba'zilarda bu jangda halok bo'lamiz degan qo'rquv paydo bo'lgan. Ya'ni biz tayyor emasmiz. Agar bunday jangga kiradigan bo'lsak, albatta o'lamiz degan xavotir uyg'ongan. Alloh ularni xuddi o'limga sudiralayotgandek, o'limni ko'rib turgandek holda qo'rqqanini va payg'ambar bilan bahslashganini aytadi. Ikkinchi sababi esa buni Alloh jalla jalaluhu Anfal surasini 7-oyatida aytadi. Oyatda aytadiki: "Va ya'idkumullohu ihda taifatayn annaha lakum va tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum." Alloh sizlarga ikki toifadan birini va'da qilgan edi. Ya'ni yo karvonni qo'lga kiritasizlar, yoki jangda g'alaba qozonasizlar. Sizlardan ba'zilari esa oson bo'lganini, qiynalmay olinadiganini, mehnatsiz qo'lga kiritadiganini xohlashdi. Demak, bu yerdan shuni tushunamiz. Insonning zaifligi bor. Inson har doim oson bo'lganini istaydi. Islomiy harakatni ham boshiga keladigan balolardan biri shudir. Da'vo yo'lida oson yo'l bilan olinadigan narsalar ham bor, qiyinchilik bilan olinadigan narsalar ham bor, oddiy gap bilan erishiladigan narsalar ham bor, qoningiz va joningiz bilan olinadigan narsalar ham bor.
Lekin insonni tabiati har doim nimani istaydi? Mehnatsiz, mashaqqatsiz, balosiz, imtihonsiz osoniga erishaylik deydi. Sahobalar ham shu zaiflikka yengilishadi. Ba'zilari aytadiki, Alloh ikkisini va'da qildi, lekin biz karvonni olaylik, urushni mashaqqatlariga duch kelmaylik deyishdi. Bu esa ularni qarorsizlikka surikladi. Alloh esa Qur'onda oyat nozil qilib, ularni bu holatini bizga bayon qilish orqali aslida qiyomatgacha keladigan insonlarga ham qarorsizlikka soladigan narsalarga ishora qilmoqda. Hamda boshidan kechirganlarni holatidan tajriba olib, mana shunday qarorsizlikka tushmaslik uchun mo'minlarga sahobalar orqali yo'l ko'rsatgan bo'ldi. Va yana bu aytib o'tganim qismdan shuni tushunishimiz mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muhojir va ansorlar bilan maslahat qildilar deb aytdik. Ya'ni karvonni qo'ldan boy berganlardan keyin. Bu yerda shuni ko'ramizki, payg'ambarimizning hayotida hech bir narsa nazariy qolmagan. Ya'ni Alloh jalla jalaluhu u zotga va amruhum shuro baynahum oyatini nozil qilib, ularning ishlari o'zaro maslahat bilandir degan oyatni nozil qilgan ekan, payg'ambar alayhisolatu vassalam ehtiyoj tug'ilgan paytda albatta uni amalda qo'llagan. Va u zot payg'ambar bo'lishlariga qaramay sahobalari bilan maslahatlashganlar. Xosatan Makkani yopiq muhitidan Madina kabi ochiq davlatga o'tilgandan keyin, masalan kitobni bundan keyingi qismlarda ko'ramizki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hatto payg'ambar bo'lishiga qaramay, xalqi bilan eng ko'p maslahat qilgan rahbarlardan biri ekanini ko'ramiz. Nima uchun? Shu sababdan. Birinchidan, maslahat qilishlik bir muammoni butun jamiyatning masalasiga aylanishiga, butun jamiyatni kun tartibiga o'tirishiga sabab bo'ladi. Ikkinchidan, maslahat arini asal yig'ishiga o'xshaydi. Bir jamiyatning ichidagi barcha go'zalliklarni yuzaga chiqarasiz. Barcha aql salohiyatini, tajriba salohiyatini maslahat qilish orqali ishga solgan bo'lasiz. Shuning uchun eng aqlli insonlar faqat o'z aql va tajribasiga tayanmay, balki butun jamiyatni aqli va tajribasidan foydalana oladigan insonlardir. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamda bo'lgani kabi. Endi aytdikki, payg'ambarimiz bu borada nima deysizlar deganida, sahobalar shuni tushunib yetdilar. Ya'ni Rasululloh qaytishni istamayapti. Agar qaytishni istasa edi, zotan hadafni qo'ldan boy berdik, to'planinglar qaytamiz degan bo'lardi. Ammo siz nima deb o'ylaysiz deganiga qaraganda, alayhisolatu vassalamning ongida boshqa bir fikr bor va sahobasini nima deb o'ylashini bilmoqchi edilar. Sahobalar buni tushunadilar va buni tushunganlari uchun u zotni xotirjam qiladigan, u zotni mamnun qiladigan ba'zi so'zlarni aytdilar. Bu yerda muhim bir masalani ta'kidlamoqchiman. Sahobalarni gapirgan gaplariga qarasangiz, ya'ni ham Miqdodni, ham Sa'd ibn Muozni gapirgan gaplariga qarasangiz shuni ko'rasiz. Birinchisi, bu odamlar Qur'oni Karimni faqatgina o'qishmagan. Ya'ni Qur'oni Karimni shunaqangi o'qishganki va chuqur anglab yetishganki, shunga o'xshash vaziyatga duch kelishganida tabiiy ravishda oyatlar ularning tilidan to'kilishni boshlagan. Ya'ni bu uchun xos bir harakat qilishmagan. Chunki Qur'on ularning nafaslariga va qonlariga singib ketgan edi. Ya'ni hozir biz qaysi holatdamiz? Payg'ambar jang qilmoqchi. Bizni esa qalbimizda jang qilishga ko'p ham istagimiz yo'q. Ya'ni Quddusga kirishni istagan Musa alayhisalom bilan u yerga kirishni istamagan Banu Isroilga o'xshayapmiz deb o'yladilar. Va biz Banu Isroil Musoga aytgan gapni aytmaymiz ey Allohning rasuli dedilar. Siz borib jang qiling, biz ham siz bilan birga jang qilamiz dedilar. Ansorlar nimani tushunishdi? Ansorlar esa payg'ambarimizga Aqabada bergan va'dasini bu yerga tegishlimi yo'qmi degan shubhasi borligini tushundilar. Va o'sha va'dani har qanday joyga tegishli ekanini, berilgan va'dada hech qanday shart yo'qligini ifoda qiluvchi darsimizni boshida ham o'qiganimiz o'sha jumlalarni payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga aytgan bo'ldilar. Bu esa faqihlardan bo'lishlikni, voqealarni to'g'ri baholash va farosat bilan yondashishlikni bir ko'rinishidir va mo'min insonda bo'lishi kerak bo'lgan shartlardan biridir. Yana bu suhbatda bo'lib o'tgan boshqa bir masala, hatto payg'ambar bo'lsangiz ham agar orqangizdan ergashuvchingiz bo'lsa, ularni siz bilan birga ekanini bilishlikka ehtiyojingiz bor. Siz xoh payg'ambar bo'ling, ya'ni samodan yordam olsangiz ham, Alloh jalla jalaluhu siz bilan birga bo'lsa ham, Allohning sizga va'dasi bo'lsa ham, natijada siz insonsiz. Ya'ni nubuvvat hech qachon sizni insoniy jihatingizni olib tashlamaydi. Payg'ambar bo'lsa ham insonlarni o'zi bilan birga ekanini, ularni qat'iy va iroda bilan qaror qilganini bilishga ehtiyoji bor. Sahobalar ham buni tushunganlari uchun payg'ambar alayhisolatu vassalamni bunga o'xshash va keyinchalik keladigan o'rinlarda u zot har savol bergan o'rinda eng go'zal javobni berishdi. U zot bilan birga ekanliklarini,
va'dalarida sodiq ekanliklarini payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga eslatgan bo'ldilar. Shuningdek, bu yerda islom huquqini muhim masalalardan birini ko'ramiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam urush paytida kimdandir ma'lumot so'radilar va qarshisidagi odam "Sizlar kimsizlar?" deganida alayhisolatu vassalam "Biz suvdanmiz" dedilar. Bunga islom huquqida tavriya deyiladi. Tavriya so'zi shu ma'noni anglatadi. Ikki ma'noga ega bo'lgan so'zni uzoqroq ma'nosini nazarda tutgan holda aytishlikdir. Ya'ni qarshingizdagi odam sizdan biror narsani bilmoqchi bo'lsa, siz unga shunday so'z aytasizki, u so'zni ham yaqin ma'nosi bor va uzoq ma'nosi bor. Qarshingizdagi shaxs yaqin bo'lgan ma'noni tushunadi, lekin siz uzoqroq bo'lgan ma'noni nazarda tutasiz. Agar bir mo'min xavf ostida bo'lsa va bergan ma'lumoti mo'minlarga zarar keltiradigan bo'lsa, bunday vaziyatlarda tavriya qilishi, ikki ma'noli kalimalardan uzoq ma'nosini nazarda tutib gapirishi joizdir. Ki siyratda buni o'rnaklari juda ham ko'p uchraydi. Xossatan urush paytlarida mo'minlarga zarar yetmasligi uchun ishlatiladigan so'zlarni tavriya deb aytamiz. Endi bu yerda bir boshqa masala shuki, siyrat o'qiyotgan odam albatta bir masalada tushunmovchilikka duch keladi. U ham bo'lsa shu. Endi bir tarafda Allohning rasuli asirlarga yaxshi muomala qilishni, ular bilan taomini baham ko'rishni, ularga azob bermaslikni, ularni izzatini, hurmatini saqlashligiga doir narsalarni o'qiydi. Boshqa tarafda esa bu yerda bo'lgani kabi ma'lumot olish uchun ba'zi sahobalarni mushriklarni urganini o'qiydi. Ya'ni asirlarni kaltaklaganini o'qiydi. Va yoki keyingi bo'limlarda keladi. Masalan, pulni yashirib qo'ygan, musulmonlarga tegishli bo'lgan bir pulni surgun qilinayotganda yashirib qo'ygan bir yahudiyni Zubayr ibn Avvom uni urib, pulni joyini bilishga harakat qilganini ko'radi. Bu ishni esa payg'ambarning buyrug'i bilan qiladi. Yoki yana keyinchalik ko'ramiz. Xotib ibn Abu Baltani maktubini olib ketayotgan ayolni qo'lga olganlarida, uni ushlaganlarida yo xatni berasan, yo seni yechintiramiz deganini o'qiydi. Aslida bir ayolga qilinishi mumkin bo'lgan eng katta azob mana shudir. Jismoniy kaltakdan ham ko'ra bu kattaroq azobdir. Buni ko'ramiz. Endi biz bularni qanday tushunamiz? Ya'ni bir tarafda asirni urishni, uni a'zolarini sindirishni, unga azob berishni, uni och qoldirishni man qilgan dalillar bor. Bir tarafda esa asir olingan, qo'lga olingan odamlarni kaltaklanganligi haqida ma'lumotlar bor. Biz bularni bir-biridan shunday ajratamiz. Agar bir asir qo'lga tushgan bo'lsa va undagi ma'lumot hayotiy ahamiyatga ega bo'lsa, ya'ni o'sha ma'lumotni olmasak mo'minlarga juda katta zarar keladigan bo'lsa, yoki mo'minlarni va islom jamiyatini juda katta manfaatlari qo'ldan chiqadigan bo'lsa, haddan oshmaslik sharti bilan ma'lumot olish uchun uni majburlash payg'ambar alayhisolatu vassalamning sunnatlarida bordir. Men zikr qilgan misollar va kitobning keyingi bo'limlarida ham bunga shohid bo'lamiz. Ammo jang tugagan bo'lsa, hech qanday zarurat bo'lmasa, bunday holatda biz aslga qaytamiz. Ya'ni taomni asirlar bilan bo'lishadigan, o'zida bo'lgan sharoitlarni ular uchun ham yaratadigan, ularga aziyat bermaydigan o'sha tushunchani amalga oshirishda davom etamiz. Ya'ni bunday dalillarning orasini mana shunday jam qila olamiz. Nihoyiy o'laroq esa bu o'qigan voqeadan yana bir muhim masalani eslatmoqchiman. U ham shuki, endi Habbob ibn Munzir payg'ambar alayhisolatu vassalamning oldiga kelib aytdi: "Ey Allohning rasuli, bu lashkarni joylashtirganingiz qarorgoh Allohni sizga amr qilgani va biz bir qadam oldinga ham, ortga ham qayta olmaydigan masalami? Ya'ni bugungi ifoda bilan aytganda ta'abbudiy joymi yoki bu sizning urush strategiyangizmi? Bizlar uchun mos ko'rgan joyingizmi?" dedi. Endi bunda shuni tushunamizki, payg'ambar sahobalarini shunday chiroyli tarbiya qilganki, Allohning amri bo'lgan masalalar bilan Allohning amri bo'lmay, payg'ambarning ijtihodi bo'lgan masalalarni bir-biridan juda yaxshi ajratib olishni o'rganishgan. Ya'ni agar bir ish vahiy bilan kelgan bo'lsa, bu aslo tortishilmaydi. Biz uchun yo'qotish bo'lsa ham, biz unga bo'ysunish va ittibo qilishimiz lozim. Lekin bir ish, hatto payg'ambarimizning ijtihodi bo'lsa ham, u muhokamaga ochiqdir. Gapirilishi, maslahat qilinishi mumkin. Agar undan ham ma'qulroq va yaxshirog'i bo'lsa, undan voz kechib, undan yaxshirog'iga o'tilishi mumkin. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bir payg'ambar bo'lishiga qaramay, o'zidan bunday savol so'ralishidan ranjimadilar. Bu sening görüşünmüdür? Ya'ni bu sizning fikringizmi yoki bu Alloh jalla jalaluh nozil qilgan hukmmi degan savoldan malollanmadilar. Bu esa afsuski, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan keyingi islomiy yetakchilarni umumiy ma'noda Alloh rahmat qilganlari mustasno yo'qotgan fazilatlardan biridir.
Va bu bizga juda muhim bir narsani ko'rsatadi. Endi bilasizlar, alhamdulillah islom ummatini deyarli har bir joyda uyg'onish bor va bu yangilik emas. Bu yeni bir şey de değil. Xususan 2-jahon urushidan keyin juda kuchaygan holda har yerda uyg'onish bor. Va umumiy tarzda bu uyg'onishlikda insonlar asliga qaytish zarurligiga ishonishmoqda. Ya'ni barcha yo'llar sinab ko'rildi. Tasavvuf sinaldi, kalom sinaldi, falsafa sinaldi, ilm sinaldi, ammo bo'lmadi. İnsanlar shuni tushunib yetdilarki, bugun yashalayotgan din Rasulullohga nozil qilingan din emas. Va biz qaytadan aslga qaytishimiz kerak. O'sha dastlabki, oson, tushunarli, yashashga mumkin bo'lgan holiga qaytib, insonlarni yana qaytadan dinga da'vat qilishimiz kerakligini odamlar tushunib yetdilar. Lekin qandayki shayton barcha xayr yo'llarini ustiga o'tirgani kabi, bu xayr yo'lini ustiga ham o'tirib oldi va bu fikrdagi insonlarni, xossatan Rasulullohning sunnatiga ittibo qilishdagi hassosiyatidan biroz chalg'itib, juda g'aroyib holga keltirib qo'ygan. Masalan, hozirda bunga juda ko'p duch kelamiz. Aytaylik, bir odam bir hadis kitobini o'qiydi. U kitobda bir ibora bor. Siz unga aytayapsiz. Yo'q, bu unday emas. Bu xato deyapsiz. U esa bu masalada hadis bor deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan shunday hadis kelgan deydi. To'g'ri, hadis bor. Yaxshi, lekin bu hadis payg'ambarimizning o'z ijtihodimi yoki vahiydanmi? Bu yerda naql qilingan narsa keyinchalik mansux qilinganmi yoki qilinmaganmi? Yoki bunga o'xshash boshqa bir voqea bormi? Buni cheklaydigan, unga ba'zi shartlarni keltiradigan. Bu masalani ichidagi ayrim shaxslar buni tashqarisidami? Ba'zi voqealarni bundan mustasno qiladigan boshqa dalillar bormi? Ya'ni 23 yil davomida nozil bo'lib kamoliga yetgan bu dinni faqat bitta hadis bilan, faqat bitta oyat bilan to'liq tushunib bo'lmaydi-ku. Bu din bir butundir. Butunligicha olinishi kerak. Rasulullohning zamonida insonlar bu narsalarni to'g'ri tushunishardi. Lekin afsuski, kunimiz sharoitlarida bu hassosiyatga ega insonlarning yo'li noto'g'ri tarafga og'ib ketgan. Sahobalarning o'sha xususiyatlarini yana qayta tiklashimiz lozim. Ya'ni sahobalar kabi ham payg'ambarimizning diniy bir amriga ergashishlikni zarurligi borasidagi hassosiyat, hamda payg'ambarimizdan diniy bo'lmagan masalalarda naql qilingan narsani esa o'zgarishi mumkinligini anglashimiz kerak. Masalan, eng ko'p qayerda bunga duch kelamiz? Misol keltiradigan bo'lsam, tibbiyot masalasida buni juda ko'p ko'ramiz. Ya'ni kasalliklar haqida payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning aytgan ba'zi tavsiyalari bor. Ammo bugun bir shifokor buni qilma deyapti. Buni ishlatolmaysan deydi. U esa qanday qilib? Axir payg'ambar alayhisolatu vasallam zaytun yog'idan foydalanardi deydi. Ammo do'stim, shifokor sen bundan foydalana olmaysan deyapti. Ha, lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zaytun yog'i qo'llanardi deb qaysarlik qiladi. Masalan, payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadiki, men emizikli va homilador ayollarni erkaklar bilan birga bo'lishini man qilmoqchi edim dedilar. Buni Imom Muslim rivoyat qiladi. Bunga g'ila deyiladi. Keyin qarasam, forsliklar va rumliklar buni qilishar ekan. Shunda man qilishlikdan to'xtadim deganlar. Demak, alayhisolatu vassalamning ba'zi taqiqlari tadqiqotga asoslanganini, yashab turgan muhitini tajribasidan foydalanganini va bir rahbar sifatida jamiyatga eng qulay bo'lgani, eng yaxshi bo'lgani qaysinisi bo'lsa, shuni tavsiya qilganini ko'ramiz. Agar bu masalani yana ham yaxshiroq biladigan jamiyatlar bo'lsa, ya'ni Rasululloh shunday o'ylayaptilar. Bular mana shu davrning eng rivojlangan jamiyatlari, ularni tabiblari, shifokorlari bundan zarar ko'rmayotgan bo'lsa, demak bunda bir zarar yo'qdir deb shaxsiy tadqiqotini boshqa tadqiqotga, yanada yaxshiroq biladiganlarni tadqiqoti bilan almashtirganlar payg'ambar alayhisalom. Yoki masalan, yana Imom Muslim rivoyat qilgan mashhur bo'lgan emlash haqidagi hadis bor. Bir yili payg'ambarimiz sahobalarga xurmo bog'lari haqida bir fikr aytdilar. Ya'ni kim bilandir gaplashganingizda bir taklif berasiz. Balki bunday qilsangiz yaxshiroq bo'larmidi deganga o'xshash payg'ambarimiz ham bir fikrni aytgan. Ular esa buni diniy buyruq sifatida qabul qilib, yillar davomida qilayotgan uslublarini tashlab, payg'ambarimizning og'zaki fikrini bajarishadi. Keyingi yili hosil juda yomon bo'lganida, alayhisolatu vassalam nega bu yili hosil bunchalik yomon bo'ldi deb so'raydilar. Shunda ular, ha, o'tgan yili siz o'zingiz shunday degan edingiz. Biz ham shunday qildik dedilar. Shunda payg'ambar alayhisolatu vassalam, siz dunyo ishlaringizni mendan yaxshiroq bilasiz dedilar. Ya'ni dunyoviy masala bo'lsa, men bu masalada tajribaga ega emasman. Men dehqon emasman. Men faqat shunchaki bir fikr aytdim. Sizlar esa yillar davomida dehqonchilik qilgan odamlarsiz. Albattaki siz bu ishlarni yaxshiroq biladiganlarsiz deb Rasululloh ularga tanbeh berdilar. Shuning uchun yana takror aytaman.
sahobalarda bo'lgan edik, agar payg'ambardan kelgan narsa diniy bir amr ekanligini bilsak, hech bir taraddudsiz, hatto zarar ko'rishimiz mumkin bo'lsa ham, uni qilishimiz shart bo'lgan hassosiyatimiz ham bo'lishi kerak. Lekin faqat hadis kitoblarida keltirilgani uchungina, faqat rivoyat sifatida mavjud bo'lgani uchungina albatta amal qilishimiz shart degan narsa yo'q. Din bir butundir. Har narsani o'z o'rniga qo'ygan holda, Qur'on va sunnat orqali va ayni paytda payg'ambarimiz hamda sahobalarni Qur'on va sunnatni qanday tushunib, qanday yashaganlarini ham hisobga olgan holda shu shaklda amal qilishimiz lozim. Alloh jalla jalaluhu eng to'g'risini biladi. Meni aytmoqchi bo'lganlarim shular edi. Ya'ni Badr urushiga tayyorgarlik deb nomlashimiz mumkin bo'lgan ushbu jarayon haqida aytmoqchi bo'lganlarim shular edi.